Amerikadan kelgan yangi dalillar haqida nima deysiz? Suhbat men tomonidan hech qanday tahdid qilinmaganligi haqida, rostdan ham Rahmatullayeva aldayotganligi haqida. Apellyatsiya instansiyasi Sanjar Karimovga jinoyat ishini sud tergovi uchun noma'lum muddatga qoldirdi. 21-avgust kuni Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasida navbatdagi sud bo'lib o'tdi. Dastlab Sanjar Karimovning himoyachisi yangi dalillarni sudga taqdim etdi. Ya'ni unda jabrlanuvchi Feruza Rahmatullayeva Sanjikka qarshi ariza berishdan avvalgi suhbat audio yozuvlari borligi aytildi. Odilona hamma narsa sinchiklov bilan o'rganib chiqiladi. Amerikadan kelgan yangi dalillar haqida nima deysiz? Nimalar bor? Aynan o'sha unikal to'ys bu yerda hali inobatga olinmagan. Nima dalil bor uning ichida? Suhbat ijtimoiy gaplashilganlik haqida, men tomonidan hech qanday tahdid qilinmaganligi haqida, rostdan ham Rahmatullayeva aldayotganlik haqida. Shu tushunarli. Dalillaringiz qanchalik muqobil deb o'ylaysiz? uni sud baho beradi. O'ylaymanki, hamma narsa adolatli ko'rib chiqiladi degan umiddaman. Rahmat. Shundan so'ng sudlanuvchi Sanjar Karimovga so'nggi so'z berildi. U suddan adolatli qaror chiqarishni uning o'zi va advokatlari keltirgan birinchi instansiyada yetarlicha o'rganilmagan dalillarni qayta ko'rib chiqishni, shuningdek iltimosnomalarni qanoatlantirishni so'radi. Shundan keyin sud alohida xonaga chiqdi va sudni noma'lum muddatga qoldirdi. Buning sababi ish uchun muhim ahamiyatga molik bo'lishi mumkin bo'lgan yangi dalil sudlov hay'atiga taqdim etilgani bo'ldi. Sudlov hay'ati alohida xonada kirgan vaqtda ushbu holatlarni o'rganib chiqishlik uchun sud tergovini qaytadan tiklash to'g'risida ajrim chiqardi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 452-moddasi tartibida. Endi bu jarayonlar nima deyiladi? Ya'ni bu jarayonlar shunday bo'ladiki, xuddiki mana apellyatsiya instansiyasi yangidan kelib tushgan vaqtda sud tergovi qanday boshlanib, qanday davom etgan bo'lsa, xuddi shu jarayonlar qaytadan sud tergov jarayoni bo'ladi. Xo'sh, Amerikadan keltirilgan yangi dalillarda nimalar aks etgan? Bu to'g'risi Sanjar Karimovning uyali aloqa vositasi Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lganligi, uni bu yerda olib kelish jarayonida ozgina qiyinchiliklar yuzaga kelganligi sababli ushbu audio zapislarni bizlar kech taqdim qildik sudga va sud buni qaytadan o'rganib chiqish lozim deb topdi. Sababi men o'tgan safar aytib o'tganimdek, sud majlisiga taqdim etilgan har qanday dalil sud tergovida muhokama qilinishi kerak. U muhokama qilinmasdan turib jinoyat ishiga qo'shilishi mumkin emas. Shu jarayonlar hisobga olindi va endi yana bitta narsa sizlarni qiziqtirishi mumkin, ya'ni ommaviy axborot vositalarini ham, balki butun bir xalqimizni, Sanjar Karimovni o'sha muxlislarini ham qiziqtirishi mumkin bo'lgan savollar bor. Ushbu stenogrammada asosan nima mavzular ko'tarilgan, nimalar bor u yerda degan masala bo'lishi mumkin. Men bunga ham birdan javob berib ketaman. Bu stenogrammada Feruza Rahmatullayeva Sanjar Karimovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 112-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilishiga asos bo'lgan arizani berishidan bir kun avval bu stenogramma yozib olingan va bu jarayonda Feruza Rahmatullayeva hech qanday ta'ziq, hech qanday bir qo'rquv yoki boshqa hislarsiz Sanjar Karimov bilan o'zaro suhbatlashib, o'g'liga nisbatan chiqarilgan hukmni muhokama qilib, undan ish bo'yicha o'g'liga yordam berishlik uchun qo'shimcha advokatlardan yordam so'ragan holda men ichki ishlarga chaqirishyapti. Ya'ni o'g'liga nisbatan bo'lgan jinoyat ishini e'tibor bersalaring, bir qismi Jinoyat protsessual kodeksi 417-moddasi tartibida qo'shimcha tergovga qaytarilgan. Ana shu jarayonga meni ichki ishlarga chaqirishyapti deb boryapti-da, bu suhbatdan keyin borib turib Sanjar Karimov meni o'ldirish bilan, zo'rlik ishlash bilan qo'rqitdi deb mazmundagi yolg'on ma'lumotlarga asoslangan ariza berganligi va shundan so'ng ichki ishlar jinoyat qo'zg'atganligi Sanjar Karimovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 112-moddasi bilan va shu kunning o'zida Sanjar Karimovni chaqirtirib birdaniga Jinoyat protsessual kodeksi 221-moddasi tartibida qamoqqa olinganligi va asossiz ravishda keyinchalik davom etgan tintuv harakatlari. Ya'ni bitta narsani yana sizlar e'tiborga olinglar, shu narsa o'tgan safar inobatga olinmagan. Jinoyat kodeksining 112-moddasi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha shaxsga nisbatan uning yashash uyida tintuv o'tkazishga biron bir asos mavjud emas hisoblanadi. Chunki ishga to'plangan dalil asosan bitta audio zapis, boshqa hech narsa yo'q. Agarda Sanjar Karimov ushbu jinoyatni biror bir qurol, vositalar orqali yoki boshqa narsalar orqali qilgan bo'lganda edi, u uchun uyda tintuv chiqarishga ehtiyoj bo'lardi. Demak, bu jarayonlardan biz ko'rishimiz mumkinki, Sanjar Karimovga nisbatan o'zi jinoyat holatlarini holatlari ham, unga nisbatan olib borilgan tergov harakatlarini barchasi ham uyushtirilgan holda bo'lgan degan taxminiy bizning advokatlik xulosamiz mavjud. To'g'ri, bu narsalar kimdir aytishi mumkin. Advokatlarning o'zini fikri, bu advokat bu pulini olib aytaveradi-da degan fikrlar bo'lishi mumkin. Lekin biz o'zimiz ham vaqtida shu tizimda ishlaganmiz. Jinoyat qonunchiligi, umuman O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan barcha qonunchilik talablarini, me'yoriy hujjatlarni juda ham yaxshi tushunamiz. Shu yaxshi tushunganimiz uchun mana shu ishlarda
sud jarayonlarida mana o'zlaring guvohi bo'ldilaring, bemalol o'zimizni fikrimizni asoslab, tegishli dalillarni to'plab sudga taqdim qilganimiz natijasida mana shunaqangi bir qaror qabul qilinishiga erishdik. Sanjar Karimov sudga so'nggi so'zida suddan qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo berilishi, hatto uy qamog'iga ham rozi ekanligini bildirdi. Yana avval sudlanmagani, jazoni og'irlashtiruvchi harakatlar bo'lmaganini bildirib, yengillik so'radi. Ushbu holatda sudlanuvchi xuddiki aybini tan olgandek ko'rindi. Sanjar Karimovning advokati holatni shunday izohladi. Mana men bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Shaxsan Sanjar Karimov bilan deyarli haftasida kamida 2 marta muloqotda bo'laman. E'tibor bersangiz, men noyabr oyidan buyon birga shu bir necha marotaba sud prosesslari, boshqa jarayonlarda qatnashdik, boshqa bo'ldi. Men bitta narsa ayta olaman. Sanjar Karimov nima uchun bunaqa oxirgi so'zida xomush ko'rindi va xuddiki hamma aybni bo'yniga olgandek yoki faqat menga hech bo'lmaganda uy qamog'i beringlar yoki kolonkaga o'tkazinglar degan masalalarni aytib o'tishi, bu bevosita 9 oydan buyon ozodlikdan mahrum etish jazosini, ya'ni o'sha ehtiyot chorasini o'tab, o'sha yerda oilasidan, jamiyatdan, farzandini ko'rishdan, oilasi bilan uchrashishdan mahrum bo'lgan istalgan shaxs xuddi shunday ahvolga, balki bundan ham battar ahvolga tushishi mumkin. Chunki bu psixologiya. Sanjar Karimovning boshiga tushgan narsani men boshqa bir dushmanga ham tilamagan bo'lardim. Chunki siz o'zingizni haqligingizni shuncha isbotlashga harakat qilaversangiz, lekin natija bo'lmasa, oxiri men istalgan faqat shu qamamanglar, qolgan hamma narsaga tayyorman deyishgan shunaqangi situatsiyaga, shunaqangi holatga tushib qolish har bitta shaxsda ro'y berishi mumkin deb hisoblayman va bu holatda uning psixologik holati bilan bog'liq deb o'ylayman. Chunki men bitta narsa, Sanjar Karimovning muzokaralarga e'tibor bergan bo'lsangiz, muzokaralarda bironta unga qo'yilgan ayblov bo'yicha bironta holatni o'zini bo'yniga olgan yoki shu bo'yicha aybdorman, to'liq aybdorman degan masalani qilgan emas. To'g'ri, xatolarim bor deyapti. Haqiqatan shu mana shunaqangi xatolarga yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Beayb Parvardigor deyapti. Lekin men muhimi deyapti, shu uy masala bo'ladigan bo'lsa, uyni qaytarib berdim. Uyimdan chiqqan narkotik bo'lsa, avvalambor mana nomaqbul dalillar ishlash kerak. Agar ishlamagan taqdirda dedi, hech bo'lmasa buni o'sha uyimdan chiqqan holatni ma'ni bevosita ushbu narkotik vositasini sotishga, kelgusida o'tkazishga umuman motivim, maqsadim yo'qligini hech bo'lmasa shuni inobatga olinglarda, menga bir yengilroq jazo beringlar degan masala uchun shunday degan fikrlarni aytib o'tdi deb hisoblayman. Yangi dalillar taqdim etilib, sud tergovi bo'lishi va noma'lum muddatga qoldirilgani haqida e'lon qilingandan so'ng jabrlanuvchi Feruza Rahmatullayeva murojaat bilan chiqishni istadi. Men Rahmatullayeva Feruza Amanullayevni Sanjar Karimov sudida jabrlanuvchi bo'lib qatnayapman. 112-modda bo'yicha, 168-modda bo'yicha ham o'g'lim Rismatov Shahzodda onasi bo'laman. Hozir men juda ham xursand bo'ldim. Qaytadan tergovga qaytarildi. Chunki bu tergovlar, birinchi, ikkinchi tergovlar hammasi juda ham noto'g'ri bo'lgan edi. Juda isbot dalillarni olib borib berganimda ham Sanjar Karimov sheriklari bor edi. Bu qancha uylarimizni yo'q qilib, mashinalarni yo'q qilib. O'shaning uchun men juda ham xursand bo'ldim. Endi prezidentimiz Saida Mirziyoyeva, Shavkat Miromonovich o'zlari tergovni to'g'ri o'tkazishib, mana bu galgi tergovda hammasi to'g'ri bo'lishini, adolatli bo'lishini istab qolardim. Iltimos qilardim. Meni o'g'lim bekorga 9 yilga qamalib ketdi. O'sha pulni umuman qo'liga olmasdan bularni o'zini o'rtoqlarini qo'lida aylangan u pullar. Arizachilar hammasi o'zini o'rtoqlari. Shu arizachilarni hozir tanimayman deyapti, lekin menda hamma dalil isbotlar bor edi, olib borib bergan edim. Avdiozapislar bor edi. U sheriklari bo'lgan, Dubayda olib o'tirgan, o'zi Dubayga ketkazib yuborgan. Tergovni boshqatdan to'g'ri bo'lib, adolatli bo'lishini so'rab qolardim.